Diqqat aholiga tezkor xabar. Dollar borlar ogoh bo'ling. Bugun 28-aprel dushanba kuni dollar kursida keskin o'zgarish. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 28-aprel kuni amalda bo'ladigan yangi qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, yevro kursi 15,11 so'mga tushib, 14,702 so'mni tashkil etdi. Rossiya rubli 0,83 so'mga ko'tarilib, 156,56 so'mni tashkil etdi. AQSh dollarining kursi 29,97 so'mga ko'tarilib, 12,957 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Aziz do'stlar, xabarimiz keng tarqalib, barchaga e'tiborishligi uchun like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.